Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar, yaxshi yuribsizlarmi? Hammanglar sog'-omonmisizlar, xonadoninglar tinchmi? Bugun hafta boshi dushanba kuni. Xayrli tong hammaga. Ertalabdan mana vohli turdim, bismillah deb, 6 bo'lmay turdim. Yonimda Sadiya qizim ham mana turgan, men bilan birgalikda adasiga, akasiga zavtrak tayyorlaymiz mana hozir. Qizlarjonlar, mana bu yoqda sirguruchlarni qaynatib qo'ydim. Mana pishyapti. Bu yoqda pirojki qilaman qizlarjonlar. Pyuresi, mana pyure uchun kartoshka qaynatyapman. Hozir kartoshkamizni olamiz. Pishdi chunki. Mana pyure uchun sariyog', ko'kat, bu yoqda ozgina murch. Mana pirojkim uchun xamir ham tayyorlab qo'yganman. Oshibdi. Hozir pyurelarini ichini hammasini tayyorlab olamiz. Keyin pirojki qilishni boshlaymiz. Bismillah deb. Mana bu yoqda 3 ta tuxum qaynataman, buni gazga qo'yib yuboramiz. Bungacha bu pishib turadi. Endi bismillah deb pyureni qilib olamiz. Ozgina suvini qoldirdim. Sariyog' solamiz. Ko'kat solamiz mana. Murch. Dam olish kunlaringlar yaxshi o'tdimi qizlarjonlar? Nimalar bilan band bo'ldinglar? Qatlaga bordinglar? Xatnoy kunlar o'tdi. Mana bugun dushanba. Ish, o'qish yana. Xudo xolasa yana bolalar bir hafta o'qishsa, shu bilan kanikul. Mana. Mana qaranglar qanaqa chiroyli bo'lib chiqdi pyurelari. Yeb ko'rdim, tuzlari shunaqa joyida. Pishirayotganda kartoshkasiga men tuz soldim, ozgina, sho'rtengina, mazasi zo'r. Mana sariyog' soldim. Chiroyli, mazali pirojki chiqadi. Maza qilib, kita-kita choy bilan yeb ketishadi mana. Bugun pirojki yeb ketishsin dedim. Qaranglar, mana ichi tayyor. Buni hozir chekkaga olib qo'yamiz. Mana tuxumlarim qaynab turibdi qizlar. Hozir sirguruchimizga sut quyib olamiz. Bismillah deb. Yana pishadi bu. Sut kamroq, yana ozgina qo'shamiz. Sutli bo'lsa mazali chiqadi mana. Endi pirojkimizni pishiramiz. Mana qizlarjonlar, shunaqa qilib hamma xamirni ichiga pyurelardan qo'yib chiqdik. Endi chiroyli qilib pirojki yasab chiqaman. Mana qaranglar, qanaqa chiroyli bo'lib chiqyapti. Qizlar, qaranglar mana. Bu yoqda sirguruchlarim mana pishyapti.
tuxumim pishib qoldi, hozir chiqaraman. Bu yoqda mana choylarim qaynab turibdi. Qaranglar, pirojki. Pishni bo'lib chiqdi. Qizaraversin. Bu yoqda men yana qolganini qo'yaman. Sal ko'tar yana. Ko'rinmayapti ko'rsa. 3 qoshiq shakar soldim qizlar. Sirguruchga mana pishib qoldi. Mana pirojkilarim qaranglar. Pishni bo'lib pishyapti mana. Issiq. Şunu mu alayım? Bilan sur. Şunu dinle bunu. Qizlar ketishdi. Qaranglar, mana hamma yog'im bardak. Endi bularni yuvib, joylab, hamma joyi chiroyli qilib qo'yaman hozir. Kichkinalarim turishmadi, uxlashyapti. Ko'cha sovuq, mana qor. Kuzatdim ishga, o'qishga. Shunaqa. Mana qizim. Mana sovqatdingmi, Sadiya? Ha? Mana endi qizim bilan birga choy ichib o'tiramiz, mana. Voy. Mana qizim. Bugun turishmada, Sadiya. Ha? Umar bilan anaqa Yasmin turishmada bugun. Pirojki shunaqa zo'r chiqibdi qizlar. Pirojki mana qaranglar. Mana kuygan, ili shunaqa pishganmi o'zi mana bu. Qaranglar. Shunaqa zo'r chiqibdi. Maza qilib yeb ketishdi. Shunaqa.
Uxlamaysan, Sadiya? Uxlamaysan maza qilib. Xohlay turdingmi, qizim? Men endi kuxnyalarimni tozalayman, idish yuvaman hozir. Hamma yog'im bardak. Sen yot uxlama maza qilib. Agar anaqa turishmasa, Umar bilan Yasmin turmasa, kuxnyalarimni tozalab, idishlarimni yuvib, men ham birpas yotaman, dam olaman. To'g'rimi, Sadiya qizi? Salom bermading desam, mana podpисчиklarimga. Podписчицalarimmi? Qani? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Chochini ol yuzlaringni. Chochini ol. Shunaqa uyqusi kelib o'tiribdi, lekin uxlamayapti. Yot uxlama maza qilib. Shunaqa. Idishlarimni yuvib, mana gazlarimni artib oldim. Qaranglar, kuxnyam top-toza chinnidek bo'ldi. Kichkinalarim uxlayotganda men ham birpas yotib, dam olaman endi. Keyin hali yana kun ichida sizlar bilan birgalikda video davomida ko'rishamiz. Kuninglar xayrli va barokatli o'tsin hammanglarni. Mani kızım, Aysel kızım, Yasmin kızım, canım mani canım. Mani kızım, mani cici kızım. Canım, oy canım, oy canım. Mana bolalarim uxlab turishdi. Obedligini berdim, qonlarini to'ydirdim. Yasmin qizimni cho'miltirib chiqdim. Endi qizlajonlar bolalarimni ozgina kiyimlari bor edi. Hozir shularga tez-tez dazmol qilib, shu kiyimlarini dazmol qilib, polkalarga joylab va keyin ujinga harakat qilamiz birgalikda. Xudo xolasa bugun ujinga lag'mon qilmoqchiman. Lag'mon yegim keldi. Bugun ujinga lag'mon qilamiz va choy yonida mazali va yeyishli pisochni bo'lib chiqadigan yong'oqli pechenye pishiramiz birgalikda xudo xolasa. Hozir birinchi bo'lib dazmollarimni qilib olaman.
Qizlarjonlar, yong'oqli pechenye qilamiz. Pesочный bo'lib chiqadi. Mana kerakli masalliqlarni tayyorlab oldim. Hozir boshlaymiz. Choy yonida maza qilib, katta yoki kichikka birday yoqadigan домашний pesочный pechenye pishiramiz. Bismillah. Bu sariyog' qizlar. Margarin ham qo'shsanglar bo'ladi. Mana bu yerda 150-200 gram bor. Bunga bir dona tuxum oqib, sarig'ini yuziga surishga olib qo'yamiz. Qo'lim yuvib tashlay. Bu yuziga surishga. Mana bir bardak. Katta suv stakanida yarim stakan bo'ladi-da. O'lchovi shunaqa qizlar. Buni qo'shamiz. Uksus. Bir osh qoshig'ida uksus. Pudra gapirmadingiz, bildingizmi? Yo'q, pudra solamiz. Bilmadingiz. Bir stakan pudra soldim. Bir osh qoshig'ida uksus. Yablочный uksus soldim qizlar. Yablочный uksus soldim. Endi bunga un elaymiz. 3-4 stakan un ketadi. Bismillah deb. Gaz разрыхлитель. Чайная ложкада bir qoshiq. Vanilin, bir paket. Hammasini to'xtalmasa bo'lguncha aralashtiramiz. Yong'oqli qilsanglar bo'ladi, olmali qilsanglar bo'ladi. Ichiga shokoladlar, shu masalliqqa, xuddi shu masalliqqa masalan tugadiganlik qilib, o'ralganlik qilib ichiga olma qo'yib qilsanglar bo'ladi. Pesочный olmali pechonye bo'lib chiqadi. Bir peladan ham ko'proq bitdi. Mani idishim mana kichkina kosada edi, qizlar. Bir peladan ko'p mana yong'oq maydalab oldim. Ozgina ustiga olib qolamiz. Ichiga yong'oq, olma, quvlovchilar, magis. Yana nima solsa bo'ladi? Shokolad maydalab solib qilsanglar bo'ladi. Choy yonida-da qizlar, yaxshi ketadi. Kumir-kumir bo'lib yeyishlik bo'lib chiqadi. Keks qilaymi dedim, balish qilaymi dedim, yoki pechonye desam, o'sha yong'oqli pechi qilib bering, pechi deyishdi. Ancha bo'ldi buni qilmaganimga. Bolalar yeyishadi. Ertaga balkim keks qilib berarman bolalarga. Endi xamir qilib olamiz. Mana xamiri shunaqa bo'ladi, qaranglar. Ko'rdinglar? Pesочный xamirda. Buni hozir dumaloq qilib listlarga terib pishishga duxovkaga qo'yib yuboramiz. Bugun Sadiya bilan pechonye pishiramiz, akasiyam. Ha? Chiroyli qilib dumaloq qilib. Mana ham qarashi, oyijon dedi, "Kekizim" dedim. Bo'ldimi shundan? Bo'ladi. Tax yoniga qo'yib chiroyli qilib. Malades. Shaklini bir xilda qil, xo'pmi? Katta kichikligi bir xil bo'lsin. Ha? Ne kulyapti qizikam? Chiroyli qilib qil. Yoniga qo'y, yoniga. Bosma dumaloq qilib qo'yur.
Qizlar, tuzukmisizlar? Kuninglar yaxshi o'tdimi? Nimalar qildinglar? Kelayotgan bayraminglar bilan hammanglarni yangi yil kutsanglar ham, kutmasanglar ham tabriklab qo'yyapman qizlarjonlar. Hammaga 2026-yil baxt, omad olib kelsin. Kim nima niyatda bo'lsa, hamma niyatiga yetsin. Qanaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Ko'rdinglarmi? Ko'rinishini. Qaranglar, kokosli strushka sepdim. 2 qatoriga 3 qatori yong'oqli bo'ldi. Mana 2 xil. Hozir buni yarim soatga duxovkaga tiqib yuboramiz. 180 darajada pishib chiqadi. Duxovkamni yoqib qo'yganman, qizib turibdi. Mana qizlar pishyapti, qaranglar. Endi sekin qizaryapti mana. Shunaqa zo'r hidlar chiqyapti, ishoninglar. Zo'r hid taralyapti. Pishyapti-da, уже. Hidi chiqyapti zo'r. Qaranglar, choy yonida mazza qilib yeyishadi bolalar, o'zimiz ham yeymiz. Qilib ko'ringlar qizlar. Qaranglar. Mana pechonnilarim pishib chiqdi. Qaranglar qizlar, voy. Shunaqa uyim zo'r hid bo'lib ketdi. Mana chiroyligini qaranglar, mana. Mana buncha. Mana ichlari, yeb ham ko'rdim mana tiylari. Qaranglar, mana. Qo'linglardachi. Da bossanglar mana. Ko'rdinglar? Voy, ana uvoqlanib ketadi qizlar. Og'zingizda eriydigan pisochniy pechenye bo'lib chiqadi. Voy, voy, voy. Gap yo'q. Yonida choylar bilan qizlar. Zo'r. Qilib tayyorlab ko'ringlar qizlarjonlar. Qanaqa qilinishi, nimalar solinishi hammasi aniq-tiniq qilib ko'rsatilgan videoda. Yana opisioniyaga men yozib qoldiraman. Mazza qilib iloji bo'lsa sariyog' solsanglar, vashshi zo'r chiqadi, mazali bo'lib, yeyishli bo'lib chiqadi mana. Tayyorlab qilib ko'ringlar mana, deylar. Mana, qaranglar. Ko'rdinglar? Mana pisochniy, zo'r. Qizlarjonlar, ujinga bugun Uyg'urcha lag'mon tayyorlaymiz. Mana hamma narsani tayyorlab oldim. Mana bu yerda go'sht, piyozim, ko'kat, chesnok, mana bu yerda lag'mon uchun kerakli karomi, ko'katlari, mana nima deyilardi? Jandoqmi? Mana nima deyiladi? Uzunchoq. Ko'k, qizil, bolgarskiylari. Mana hamma narsani tayyorlab oldim. Ozgina go'shtga soya kerak bo'ladi. Quvali. Mana qizlar, hozir endi mana yog'larimni soldim, ko'proqgina qilib yog'likkina bo'lsin. Mana qovurishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib, bilasizlar, Uyg'urcha lag'monda ko'p pishirib olish kerak emas. Bularni 1-2 qovurib, shu bilan bo'ldi, pishdi hisob. Основной go'shtni pishirib olamiz. Hozir bismillah deb. Qani bo'lmasa boshladik. Go'shtimizni sovib olamiz. Bismillah deb.
Go'shtlarim parre to'g'ralgan. Mana bir pas qovurib oldim go'shtimni. Hozir ozgina soya solib qovuramiz. İçini 2-3 chesnok sovoramiz. Chesnok bilan birgalikda qovuramiz. Bir pas qovuriladi. Keyin piyoz solamiz. Yiri to'g'ralgan piyozlar. Mana piyoz bilan go'shtlarimni qovurdim. Qaranglar, bir qoshiq tomat va bir qoshiq o'zim tayyorlagan домашний tomatdan soldim. Endi qovuramiz. Endi yana bir pas qovurib olamiz. Pripravalarni solamiz qizlar. Zira, tuz, qizil paprika va maydalangan kashnich mana. Solib, 1-2 qovuramiz. O'sha ko'p ham qovurib oldim. Go'sht pishsin deyapman. Mana. Endi bismillah deb mana. O'zi lag'monni alohida o'zi trupi bor, ko'katlari bor. Men muzlatib qo'yganman qizlar. Hammasidan paket qilib muzlatib qo'yganman. Mana shularni solamiz. Mana janduq bor ichida, selderi ko'kati bor. Lag'monni o'zini trupi bo'ladi, bilasizlar, uzunchoq. O'shnaqa trupdan to'g'raganman va mana qizil ko'p bolgarskiyimizni solamiz. Mana hammasini 1-2 qovuramiz endi. Ko'p ham qovurib yubormaymiz, o'lib qolishi kerak emas. Asosan bizga go'sht pishsa, ovushlarimiz, bilasizlar, butun tiri turish kerak. Mana bitta qovurilib chiqdi, bitta, ko'p emas. Qaranglar, qanaqa chiroyli, mana. Endi hozir qaynagan suvimizni quyamiz. Suv ko'p qo'shib yubormaylik, ozgina qo'shamiz. Mana qaranglar, ranglarini, chiroyligini. Mana tegini baland qildim. Hozir bitta qaynab chiqadi. 5-10 minut past olovda qaynatamiz-da. Keyin kosalarga chiroyli qilib suzamiz. Bu yerda mana ko'katlar to'g'rab qo'yganman. Selderi qizlar. Shunaqa yoqadi shu ko'katni o'zi ham, hidi ham, ana borshlarga ham qo'shiladi-ku qizlar, borshlarga ham. Zo'r maza beradi-da, yaxshi ko'raman. Mana qaynayapti. Hozir bir qaynab chiqsin. Tegini pasaytirib bir 10 minutcha past olovda qaynataman. Shu bilan ovqatimiz pishdi. Qaranglar qizlarjonlar, mana. Yengil shukuhi bo'lib tursin deb mana. Kecha yakshanba kuni Sadiya bilan birga hamma uxlaganda
Biz kech yotdik-da. Yasatdik uyga qizim. Billa. Mana qaranglar. Archani bu yoqqa olib keldim. Qaranglar, chiroyli-a? Mayli-da bolalar uchun. Mana qaranglar. Voy. Shunaqa qilib yasatdik. Archamiz mana. Hop qaranglar. Mana bu yerda ham bo'sh qoldirgim kelmadi. Konditsionerni anaqasi nima deydi? Simmi nima? Trubasimi, simmi o'tganda, qarochi tashqariga. Mana bu yerda ham shunaqa qilib yasatib qo'ydim. Qaranglar. Zo'ra? Chiroyli. Qaranglar. Shunaqa. Mayli-da, bolalar xursand bo'lsin. Uyimda bir boshqacha atmosfera bo'lib qoldi, qaranglar. Bolalar xursand. Bularni ko'rib biza xursand deydi-ku. Shunaqa. Qaranglar. Ana bu yoqqa ham qilib qo'ydim. Kuxnyamni tepasiga. Mana. Ko'rdinglar? Shunaqa. Mana. Hozir ovqatim mana. Bo'ldi, o'chiraman. Pishdi, mana ovqatim tayyor. Hozir bolalarga ovqat beraman. Mana jiji archamni qaranglar. Bu yoqda choy qo'yib yubordim. Ovqatlanamiz. De. Keyin balkim bolalarni ko'chaga olib chiqarman. Agar kech qolib ketmasa, kech bo'lib ketmasa qizlar, ko'chaga olib chiqarman. Shunaqa dahshat qor yog'yapti va pishi zo'r. Bir bolalar toza havoda mazza qilib o'ynashsin. Olib chiqaman. Yasminchikam bilmayman endi. Olib chiqamanmi, yo'qmi? Chunki boyaroq cho'miltirdim kizikamni. O'shaning uchun shamollab qolishi mumkin. Qaranglar shu go'zalligi. Voy. Qaranglar. Ko'rdinglar? Ana. Shunaqa. Kuzim nima qilyapti kuzim? Shkaf titish bilan ovora. Uy to'la o'yinchoq. Lekin biz idish-tovoq o'ynaymiz, vasli ko'chani ko'rsatdik. Vav. Dahshat qor yog'yapti qizlar. Qorni qaranglar, shunaqa chiroyli bo'lib yog'yapti. Oppo hamma yoq. Qaranglar yog'ishini. Zo'ra. Toza havo, shunaqa havo svejiy. Qaranglar yog'ishini. Oppo daraxtlar. Mana pishib chiqdi ovqatlarimiz. Qaranglar, mana bu chiroyli bo'lib chiqdi. Ovoshlari tri-tri bo'lib turibdi, qaranglar mana. Bolalarga suzib berdim, yeyishyapti. Xo'jayinim hali ishdan kelmadilar, kelsalar ular ham maza qilib yeb oladilar mana. Shunaqa hidlari zo'r hidlar chiqyapti, voy qizlar. Mana. Kim ovqatini hammasini oxirgacha yeb bo'lsa, qorga olib chiqaman ko'chaga.
Davay, Sadiya, Umar, ovqatinglarni yeylar. Men sizlarga shu yerda ko'rsataman. Bu yoqda bolalar qiy-chuv qilib video oldirishmaydi qizlar. Go'shtlarini mana yeb ko'ramiz. Qanaqa pishibdi? Wow. Xil-xil qizlar. Wow, doda gap yo'q. Ishoninglar. O'zim qilganim uchun maqtamayman, vashi gap yo'q. Bismillah. Qaranglar, o'lib qolmagan. Tirik bo'lib turibdi. Pripravalar soldim, ko'rdinglar. O'zi uyg'urcha dani zvyozdichkalar soladi. Bilmayman, uni mazasi bizga yoqmaydi. O'shandan men unaqalar solmadim. O'sha hamma ovqatga solib yurgandek pripravalardan ishlatdim. No, mazasi zo'r. Bizga esa yoqimli ishtaha qizlarjonlar. Hozir tez-tez bolalarga ovqat yediraman, o'zim ham ovqatimni yeb olaman. Keyin qor o'ynagani tashqariga olib chiqaman bolalarimni, xudo xolasa. Yoqimli ishtaha. Ha? Maydalab qor yog'yapti va Bramzo. Qaranglar. Bolalarni olib chiqdim toza havoga, birpas o'ynashsin deb. Biza bolalikda rosa chiqardik, qiy-chuv qilib. Ana mahallada hovlida turardim. O'rtoqlarim bilan hamma mahallani qizlari, bolalari chiqardik. Maza qilib china uchib, u paytlar qorlar shunda oyog'ingizdan baland bo'lib yog'ardi-da. Men tengilar bo'lsa bilishadi, mendan kattalar ham bilishadi. Shunaqa zo'r qish bo'lardi. Qaranglar, yog'ishini mana. Svetda yaxshi ko'rinyapti, qaranglar, mana yaxshigina yog'yapti. Biz qizarib, chiniqib uyga kirardik. O'ynab, charchab, qornimiz och. Shunaqa. Bolaligim zo'r o'tgan, eslasam. Yaxshi kunlarim, mazza paytlar ko'p bo'lgandek qizlar. Mazza qilib eslayman. Mana shunaqa qor yog'ar, даже bundan ko'p. Bu qish nima emas, qizlar. Bular ham ko'rsin, o'ynashsin, bolaligini his qilishsin deb olib chiqdim-da. Faqat anu oynadan qarab, mo'ralab o'tirmasdan maza qilishsin dedim qizlar. Yana yog'adimi, yo'qmi bunaqa qor? Hozir Masam Umar. Oğlum. Maza qilyapti mana oğlum, maza qilyapti. Kichkinamni olib chiqmadim. Yasminichkamni. Qani dersizlar balkim. Agar ertagacha qor erib ketmasa, inshaalloh ertaga
Olib chiqaman bir yarim soatga, ancha ko'p ham olib yurmayman. Shamollab qolmasin deyman-da. Kichkina-ku baribir qo'rqaman o'shaning uchun. Bugun olib chiqmaganim cho'miltiruvdim. Boya 1-2 soat avval uni cho'miltiruvdim, keyin uxlab qoldi, ovqatlandi-da, keyin uxlab qoldi. O'shanga bo'lmaydi baribir. Xudo xolasa ertagacha quyoshlar chiqib, qorlar erib ketmasa agar ertaga yana bolalarni olib chiqqanda kizikamni ham ovalaman. U ham ko'rsin, o'ynasin, qorni ushab ko'rsin. To'g'rimi? Shunaqa. Katta o'g'limga kichkinamni tashladim, chiqdim. Adamza hali yo'l eshitala kelmadilar. Bir o'zim olib chiqdim. Qizlarjonlar mana shunaqa. Sizlar ham olib chiqdinglarmi? Chig'ir chiqyapti. Qaranglar yurganda har chiqyapti. Dovushi chiqib. Qor yoqqani mazza-ku, lekin mana bunaqa yo'llar sirpanchuv bo'lib, mashinada yuradiganlarga anaqada nima deydi? Bu yoqqa o'lim yur. Bu yoqda mashinalar o'tyapti bu yoqqa. Yur. Kel Sadiya bu yoqqa kelgin, Umar ham bu yoqqa keladi. Kel. Mashinada yuradiganlarga baribir qorda ehtiyot bo'lish kerak-da. Yo'llar sirpanchuv bo'ladi. Yana ham qaranglar, yo'llarda mana hozircha qor yo'q, erigan. Mening shodligimsan, bolaligimsan. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. 내게 올 수 없을 거라고 이젠 그럴 수 없다고 제발 그만하라고 나를 달래지 정말 잊어버리고 싶어 다신 볼 수 없다면 나를 잡고 있는 너의 모든 것 내가 웃고 싶을 때마다 너 나를 울어버리게 만드니까 어느 것 하나도 나의 뜻대로 넌 할 수 없게 만드는 걸 네가 보고 싶을 때마다 난 이렇게 무너져. Qizlar mazza qilib o'ynadik. Bolalar bilan mana videoda ko'rdinglar. Mazza qilishdi bolalar. Toza havo, hamma joy oppoq qor. Xursand bo'lishdi bolalarim, qaranglar. Endi uyga olib kiraman, yuzlari, qo'llari qip-qizil, mana sovuq ham qotishdi. Bu yoqda mana xo'jayinim ham kelib qoldilar. Endi uyga kiramiz, ularga ham issiq ovqat beray, bolalarni ustini alishtiraman. Mana qizlarjonlar, videoyimni ko'rdinglar, bir kunlik video, katta video qilib sizlar uchun chiqardim. Zerikmay mazza qilib ko'ringlar deb. Sizlarga yoqadi degan umiddaman qizlarjonlar. Hammanglar sog' omon bo'linglar, hammanglarni kelayotgan bayraminglar bilan yana bir bora tabriklayman. Inshaalloh yangi yilgacha yana vlog olaman. Videoyimni ko'rdinglar, sizlarga yoqdi degan umiddaman. Podpiska bo'linglar, like bosinglar, chiroyli fikringlar bo'lsa yozib qoldiringlar, o'qib xursand bo'laman. Yana keyingi videogacha hammanglarga xayr, hammanglar Allohga omonat bo'linglar qizlarjonlar.